Xabarlar. Assalomu alaykum. Studiyada Dilnoza Toshmuhamedova. Xabaringiz bor, yaqinda prezidentimizning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorni qabul qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad 2026-2030 yillarda aholining kitobxonlik darajasini yiliga o'rtacha 10 ta kitobga yetkazish etib belgilandi. Ayni kunlarda hududlarda o'tkazilayotgan yosh kitobxon tanlovi ham mazkur qaror ijrosining amaldagi bir ko'rinishidir. Kuni kecha yosh kitobxon tanlovining Zarbdor tumani bosqichi o'tkazildi. Unda ishtirokchilar ikkita shart asosida o'zaro bellashdilar. Bu haqda Zarbdor tuman axborot kutubxona markazi axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'lim mudiri Ozoda Musayeva shunday deydi. Zarbdor tumanida kitob, bilim va yoshlar g'ayrati bir maydonga jam bo'ldi. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilgan yosh kitobxon tanlovining tuman bosqichi ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan iqtidorli yoshlar badiiy asarlar bo'yicha bilimdonlik va tezkor savol-javob shartlarida o'zaro bellashdilar. Har bir savol, har bir javob yoshlarning kitobga bo'lgan mehr-muhabbati va intilishidan darak beradi. Tanlov yakunida eng faol ishtirokchilar diplom va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Siz xabarlar dasturini tingladingiz.